Assalomu alaykum qadrli tumandoshlar. Sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilgan 2026-yil 1-chorakdagi ishlar to'g'risida hisobot. Ohangaron tuman tibbiyot birlashmasi qoshida bir markaziy shifoxona, bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 7 ta oila poliklinika hamda 6 ta oilaviy shifokorlik punktlari faoliyat olib boradi. Tuman aholisi bugungi kunda 114.606 nafarni tashkil qiladi. Shundan 0-14 yoshdagi bolalar 33.946 nafar, 18 yosh va undan kattalar 74.677 nafarni tashkil etadi. Fertil yoshdagi ayollar, ya'ni tug'ish yoshidagi ayollar soni 28.029 nafarni tashkil etadi. Kadrlar salohiyati yo'nalishi bo'yicha tuman tibbiyot birlashmasi sohasida 3-oy yakuni bo'yicha 35 nafar xodimlarning malaka oshirishiga, shundan shifokorlar 3 nafar, o'rta tibbiy xodimlar 32 nafar malaka oshirishiga erishildi. Demografik ko'rsatkichlarimiz bugungi kunda tuman aholisining o'sish sur'ati 3 oy mobaynida jami o'lim ko'rsatkichlarini tahlil qiladigan bo'lsak 125 nafarni tashkil etib, shundan 0-18 yoshgacha 7 nafar, 0-1 yoshgacha 6 nafarni tashkil etadi. Onalar o'limi va ularning ko'rsatkichlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2026-yil 1-choragida onalar o'limi kuzatilmadi. Shundan umuman tug'ruqlar soni jami 3 oy mobaynida 468 nafarni. 2025-yil bu ko'rsatkichimiz 500 nafar hisoblangan. O'tgan yilga nisbatan 32 nafarga kamaygan. Tirik tug'ilgan chaqaloqlar 469 nafar tashkil etib, intensiv ko'rsatkichi 4 ni tashkil etmoqda. 2026-yil 1-choragida tumanimiz bo'yicha onalar o'limi kuzatilmagan. Ambulator poliklinikada qatnovlar soni jami 14 ta ambulator poliklinika muassasalari xizmat ko'rsatib, 2020 quvvatga ega bo'lib faoliyat olib bormoqda. Shundan 15 ta mahalla tibbiyot punktlari, filiallari mavjud. Bugungi kunda jami o'smirlar 6135 nafarni tashkil qiladi. Shulardan jami kasallik tufayli murojaat etganlar 51826 nafar, ya'ni 41% da ko'rsatkichni tashkil etadi. Shundan o'smirlarda 2694, ya'ni 43% ni tashkil etmoqda. Uyga qatnovlar soni 3238 ta, shundan kasallik sababli qatnovlar 1725 tani tashkil etadi. Aniqlangan kasalliklar kesimida o'zgarishlar dinamikasini ko'radigan bo'lsak, 2026-yil 1-choragida umumiy kasallanishlar 3205 dan, ya'ni har 100 ming aholiga nisbatan 2796, ya'ni 2025-yil 1-choragiga nisbatan 3112 tani tashkil etgan. Birlamchi kasallanish 2361 nafar bo'lib, shundan 100 ming aholiga nisbatan 2060 tani tashkil etgan. Dispanser nazoratda turganlar 29748 tani tashkil qilib, har 1000 aholiga nisbatan 259 nafarni tashkil etadi. Kasallanish bo'yicha tumanimizda 1-choragida 1-o'rinda qon aylanish tizimi kasalliklari 12506, ikkinchi o'rinda qon va qon yaratish organlari kasalliklari 6551, uchinchi o'rinda nafas olish a'zolari kasalliklari bu 4229 tani tashkil etadi. Oilaviy poliklinikalar qoshida 7 ta oilaviy poliklinikada kunduzgi statsionar qo'ykalarimiz faoliyat olib bormoqda. Bu joylarda 20:00 gacha uzaytirilgan grafik asosida olib boriladi. Bunda bepul dori-darmonlar bilan retsept asosida aholiga ta'minlanadi. Kasalliklarni erta bosqichda davolash, ularni sarson-garchiligini, shifoxonaga borayotgan qamrovni kamayishi va yo'l hamda sarson-garchiliklar va mablag' talab qilmaslikka va shifoxonada davolanish murojaatlarining kamayishiga erishiladi. Bu bilan bo'limlarga, ya'ni statsionarlarga murojaatlar 2 barobarni pasayishiga olib keldi. Ya'ni 2025-yil 2999 ta murojaat bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2026-yilda 3268 taga yetdi. O'tkazilgan o'rin kunlari soni 13156 kunni tashkil etdi. Uydagi statsionar oilaviy shifokorlar tomonidan og'ir shifoxonaga
oilaviy poliklinikalarga murojaat etolmaydigan bemorlarimiz uchun uydagi shifoxona, ya'ni statsionar faoliyat olib boradi. Unga ko'ra joriy yilda birinchi choragida davolangan bemorlar soni 1806 tani tashkil qilib, o'tkazilgan o'rinlar soni 7230 tani tashkil etmoqda. Tumanda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari bilan, ya'ni imtiyozli bemorlarni 2026-yil birinchi choragida 3 oy mobaynida 513 nafari MIS elektron tizim bazasi orqali order olishga yuborilgan bo'lib, ulardan 35 nafari hujjatli yetarli ma'lumotlar bo'lmaganligi sababli imtiyozlar order olish uchun to'g'ri kelmagan va ko'rib chiqish uchun xulosaga berilib, 358 tasi elektron order olishga muyassar bo'lgan. Bundan respublika miqyosida davolanish uchun 137 nafar, viloyat darajasida davolanish uchun 221 nafar. Hozirda 120 nafar bemorimiz orderlarni ko'rib chiqish jarayonida navbatda turibdi. Bu barchasi aholimiz uchun elektron navbat. Bu inson omili qatnashmaydigan, ya'ni Prezidentning qarori asosida sog'liqni saqlash sohasida ixtisoslashtirilgan markazlarda tizimli davolanishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror ijrosi bajarilmoqda. Tumanimiz mahallalarida Respublika ishchi guruhi tomonidan rejalashtirilgan, chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikni mahallalarda o'tkazilishi natijasida jami bo'lib 35859 nafar aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazilishiga erishildi. Shundan 24690 nafarida kasalliklar aniqlanib, ularning barchasi statsionar hamda ambulator davolanishlarga yuborildi. Ushbu chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda viloyat hamda respublika mutaxassislari, ya'ni tor soha mutaxassislari jalb etilib, barchasi ayniqsa tumanimizdagi og'ir 6 ta mahalla etib belgilangan mahallalarda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik uchun respublika mutaxassislari barchasi jalb etildi. Undan keyingi tibbiy ko'riklarimiz tor mutaxassislar, ya'ni o'zimizning ko'p tarmoqli markaz poliklinika tor mutaxassislari tomonidan o'tkazilmoqda va bu jarayon davom etmoqda. Bundan tashqari tibbiyot rivojlanishi maqsadida 28 nafar tuman tibbiyot xodimlarini yurak ishemik kasalliklari, o'tkir kanal sindromi va surunkali yurak ishemik kasalliklari erta diagnostika qilish maqsadida 72 soatlik o'qitilib, sertifikatlar taqdim etildi. Hamda olis hududlarda aholini ko'chma kardiojarrohlik tekshiruv majmuasi, ya'ni angiograf, mobil angiograf 26-yanvar kunidan 14-fevral kunigacha Milliy tibbiyot markazi tomonidan 7 ta mutaxassis jalb etilib, jami bo'lib 1030 nafar fuqaroda EKG, ekokardiografiya va laborator tekshiruvlar o'tkazildi bepul va undan tashqari 680 nafar fuqarolarda koronagrafiya tekshiruvlarini bepul o'tkazilishiga erishildi. Joriy yil markaz shifoxona tomonidan 36 hamda 41 oilaviy poliklinika hamda oilaviy shifokorlik punktlarida lokal tarmoqlar, ya'ni raqamlashtirish sohasida bir qancha ishlar amalga oshirilib, lokal tarmoq tizimlari yo'lga qo'yildi. Tibbiy punkti ochilishi bo'yicha Ertosh, ya'ni Ko'ksaroy mahallasining Beshqo'l qishlog'ida tog'li hudud, olis chekka hudud bo'lganligi uchun mahalla tibbiyot punkti shoxobchasini ochishi rejalashtirilib va amalga oshirildi. Bu xalqqa foydalanish uchun topshirildi. Shifoxona faoliyatida jami bo'lib 3 oy mobaynida 2831 nafar bemor davolanib chiqarilgan bo'lib, 2814 tasi tashkil etmoqda. Shundan vafot etganlar soni 12 tani tashkil etadi. Davolangan bemorlar o'rin kunlari jami bo'lib 13865 dan kunni tashkil etadi. Joriy yilda shifoxonaning tug'ruqxona bo'limida tug'ruqlar soni 240 tani tashkil etadi. Shundan kesircha kesish yo'li bilan 86 nafarni tashkil etmoqda. Egiz tug'ilganlar 1 nafar, tirik tug'ilgan chaqaloqlar soni 235 nafar. Bundan tashqari 3 oy mobaynida shifoxonada 221 nafar bemorlar, shundan shoshilinch 128 nafarda rejali operatsiyalar 83 nafarida o'tkazildi. O'tkazilgan operatsiyalar orasida 27 nafar bemorlarda yuqori texnologik operatsiyalar amalga oshirilishiga erishildi. Xongaron tuman tibbiyot birlashmasining faoliyati keyingi chorak bosqichlari
ishlari amalga oshirilishi davom etmoqda. Aholi xizmat qilishimizdan barcha tibbiyot xodimlari mamnun. E'tiboringiz uchun tashakkur.